Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 8-ci soniga hoş geldinglar. Biz azroq texnik sebepten azroq kechikish oldu. Uzr xalos so'raymiz. Bugun biz vaziyat ve mulohaza degan temada Cumhur Reisimiz Memtun Ali efendimni suhbat qilamiz. Bu suhbatimizga hoş geldiniz. Memtun efendim. Hoş bulduk, rahmet. Rahmet. Aldı bilen Cumhur Reisimiz Memtun Ali efendimni Facebook'ta körülüş adam qitim sani 103 mingga yetgan nutqi bilan qizg'in tabriklaymiz. Prezident Trumpga ochiq xat to'g'riliq bu nutqingiz 100 mingdan ortiq odamning diqqatini tortgandan biz ona tilimizning go'zalligi va uning fasohatini demay tursaqmi? Albatta uni namoyon qilgan usta halqiliq bo'lsa-mu, bu yerda keng xalqning ko'ngil izori namoyon bo'ldi deb o'ylaymiz. Bu nutqingizda mustaqilligimizga bo'lgan tashnaligimiz va bu yo'ldagi yonmas aqidamiz aynan namoyon bo'lgan. Xalqimiz yanala o'z vatanining mustaqilligini, insonlik qadr-qimmatini eng ustun ko'radi va o'zini suyadi. Buni ko'rurmanlarning sonidan ko'rib olamiz. Biz mustaqillik deganimizda nurg'un to'salg'ularga yo'liqamiz. Xuddi bizda bundaq shart-sharoit mangu hozir bo'lmaydigandek. Yangi dunyoning qandaqdir demokrat degan shartlarga mangu yaqin kelolmaydigandek his qilamiz. Amaliyot undaq emas. Sop aqida bilan tayyor tursak, vatan bizning haqqimiz, bu haqqa erishimiz. Bugun biz Cumhur Reisimiz Memtun Ali efendimni demokratiya va davlatchilik to'g'risida so'zlab berish bilan birlikda hozirgi vaziyat ustida mulohaza qilib berishga iftixor bilan taklif qilamiz. Suhbatimizga hoş geldiniz. Demokratiya degan bu hukmni biz burungi suhbatlarimizda ko'p degan bizning aqtash kitobdimi deb o'tdik. Ma'lum nuqtadan ko'pchilikning ovozi deb tushunsak, yana bir nuqtadan avom xalq erkinligining kafolati deb tushungil bo'ldi. Sizningcha demokratiyani qanday tushunsak bo'ladi? Siz g'arbga chiqib ko'rgan demokratiya qanday demokratiya? Amerika mustaqil bo'lishning oldida demokratiyalashganmi? Ko'p savol olib ketdi. Marhamat. Men bir-birlab javob beray. Endi yana shu demokratiya qaytqa o'xshaymiz hozir yana. Bu qaytish ajablanarlik emas. Chunki oldimizda ko'rayotgan nurg'un ishlar, mayli biz g'arbda ko'raylik, mayli vatanimizda ko'raylik, bizni yanilla insonlarningki 2500 yildan ortiqroq o'ylanishi atalgan bir tema bo'lgan demokratiyaga olib bordi. Buni mayli biz yaxshi ko'raylik bu temani, mayli bu temaga o'ch olaylik, mayli bu temaningki dunyoda avjag'anligiga qoyil bo'laylik yoki avja olmaganligidan, ololmayotganligidan norozi bo'laylik, bu tema insoniyatningki siyosiy ideyasini egallab kelganiga 2500 yil bo'ldi. Bu so'zning tegi grek, ya'ni demokratiya. Demokratiya degan demokratiyaning asli demokratiya bo'ladi. Demosning ma'nosi xalq. Kratiya degan boshqarmoq, el qilmoq, idora qilmoq degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu xalqningki el boshqarishi ham xalqni boshqarish degandek ma'nolarni o'z ichiga oladi. Bunda deyishimizning sababi demokratiyada garchi huquq xalqda bo'lsa-mu, huquq xalq tarafidan ishlatilsa-mu va bu huquq xalq uchun ishlatilsa-mu, bu yerda yanala xalqning bu huquqininki yana nurg'un ahvollarda suiiste'mol bo'ladigan, besimlanadigan va buning uchun xalqningki zo'r badal to'laydigan ahvollarimiz boyil ham bo'layotadi. Bu albatta bu mashhur nimaninki Lincolnninki ta'biri bu demokratiya bir xil hokimiyat shakli bo'lish sifati bilan xalq tarafidan yurgizilib, xalq uchun ishlatiladi deyiladi. Bu demokratiyaning bak aqalli ham tushunishlik ta'biri. Ana lekin yana bir ataqliq bir Angliya siyosiyoni bor, sen deydigan bir odam bor. Bu Angliyaning Emgak partiyasi nurg'un yillar huquq tutgan bir odam. Bu 50 yillik nimada tutgan odam. Bu o'zi azroq sotsialist demokratik menib ketadi. Ammo buningki demokratiya haqidagi 5 xil savoli bor. Bu bizningki demokratiya tushunishimizga bak yaxshi bir ma'lumot berdi deb qaraman. Birisi qo'lingdagi huquq qanday huquq? Ya'ni bu xalqningki
huquqdorlardan so'raydigan savoli. Ikkinchisi, bu huquqqa sen qanday erishgan? Uchinchisi, bu huquqni uchun kimga javobgar bo'lasan? Bu huquqni qaysi xil manfaat uchun ishlatsa, seni biz bu huquqdan qanday elib o'talaymiz degandek savollarda. Hamda demokratiya degan bu narsa mohiyatda siyosatninki tubki mexanizm bo'lgan huquqchilik bilan bildirilmaganda. Yani bu huquq bo'lgan vaqtida demokratiya tegitakda ilib etgan vaqtida hukumat, hokimiyat bilan yoki texnimi cho'ng jihatdan ilib etsak, davlat bilan xalq o'tirisidagi munosabatni tangshaydigan muhim bir tangshaydigan va muvozanat o'rnatadigan muhim bir mexanizm. Amerikaninkini tilga oldingiz. Amerikaninkida asosiy qonunida Amerikaninki tubki nimasi demokratiya emas. Amerikaninki tubki xarakteri constitutional republic deymiz. Ya'ni asosiy qonunliq cumhuriyet. Demokratiya bu cumhuriyetninki ish bajarishidagi intayin muhim hukumat shakli bo'lib qabul qilingan. Bunda bo'lishning sababi Amerikadagi eng cho'ng mush Amerikaning qurgan, ya'ni qurg'uchi atalar deyildi-ku Amerikadagi. Mush Washington deymiz, Jefferson deymiz qatorliqlarninki demokratiya nuqtasini turib o'ylagan yeri demokratiyada xalq hukumatdan qo'g'dilish kerakki, hukumat xalqdan qo'g'dilmasligi kerak. Buni tushuntirdi degan vaqtda Amerikaning butkul asosiy qonuni, masalan, First Amendment deymiz, birinchi qonunning birinchi nimasimi? Xalqning fikr erkinligi, uyushish erkinligi, diniy erkinligi birinchi bo'lib tilga ilinib, bu muqaddaslashtirilgan. Bu degan gap hukumatninki xalqning bu haq huquqlarini, demokratik haq huquqlarini ilib olish, uningga daxli ta'riz qilish huquqi yo'q deb qaraladi. Demokratiya mohiyatda xalqni davlatning zo'ravonligidan qo'g'daydigan bir xil omil. Endi biz bu yerda demokratiyadan oboy deganimdek xalq bilan hukumat o'tirsa yoki davlat desak, davlatni boshqaradigan bir hukumat chiqadi. Hukumatni bir partiyalar saylab tushish orqali demokratik yo'llarni saylanib chiqadi. Bu yerda shu davlatninki o'ziga tushigan majburiyatlarni ado qiladi. Hukumat alishtirdi, ammo davlat olmaydi. Mushundaq vaqtning o'zida biz ba'zi vaqtlarda, ba'zi davlatlarda hukumatning haddidan ziyoda kuchaygan shaklini ko'ramiz. Buning eng kuchaygan shakli sotsializm bilan fashizmda ko'rildi. Hukumat hammani kontrol qildi. Fashizmninki sotsializmga o'xshamaydigan bir aloyidaligi barliq nimalar, korporatsiyalar, cho'ng-cho'ng shirkatlar hammasi hukumat bilan birlashib ketgan bo'ladi. Hozir biz bu yuzinib ketyapmiz ba'zi yerlarda hozir. Buni men ayirib qo'yaman. Sotsializm shu degan vaqtda davlat bir partiya tuzumiga tushib, bu yerda demokratiya bo'lmaydi. Ya'ni bir partiya hammani kontrol qildi, saylam yolg'on bo'ladi, rahbarlar tanlanadi, saylanmaydi. Bu vaqtda hukumatning huquqi kuchaydi, zo'raydi, daxli tarzlashidi, mutlaqlashidi. Kommunizmda davlat tugaydi, eng oxirisida bir qo'rqinchli bir xil boshqarish apparati borlik keldi. Buni ham ketyapmiz hozir dunyoda. Bu turibdi demak. Amerikada cho'g degan vaqtida buning aksicha xalqning huquqi asosiy qonun orqali belgilatilgan. Amerikani qurg'uchi atlarninki qilgan eng buyuk xizmati buni birinchi amendment qilib, asosiy qonunning birinchi moddasiga kirgizib o'tib, uni daxli tarsizlashtirib o'tgan. Davlat tuganmaydi. Hatto davlatga chiqqan har qatamliq saylanib chiqqan yoki jumhuriyatchilar bo'lsin, yoki demokratlar bo'lsin, hech qaysi bu narsaga teganmaydi. Hamda men o'tgan qatamliq bir suhbat qisqacha bir narsani deb o'tib ketgandim. Amerikada Trumpninki ikkinchi qatamliq saylanishdan ilgari Amerikadagi demokratlar va Amerikadagi ba'zi liberallar Amerikani o'zgartirish uchun asos qonundan qo'l solmasak bo'lmaydi ekan degan nuqtada maqolalarni New York vaqtigizda e'lon qilishga boshlagandi. Trump chiqib bu sada beshiqdi. Ammo bu sada o'lmadi. Amerikani vayron qilishninki tunji qadami ko'p hollarda dal birinchi amendmentni vayron qilishdan boshlanadi. Bu bo'lmaydi. Amerikani vayron qilaman deyotgan bir nurg'un kuchlar bor. Bu kishilarning ko'zlayotgani dal
xalqninki demokratiya orqali berilgan abayqi huquqlarni taraytish, kichiklashtirish, angaq yo'qotish orqali Amerikani sotsialistik, fashistik bir davlatga aylantirish. Buning uchun degan vaqtda hukumat mutlaqlashadi. Faşizmda shunday bo'lgan. Hukumat mutlaqlashgan vaqtida bu yerda demokratiya tugaydi. Ammo oxirgi bir gapim, albatta sotsialistlar demokratiyani boshqa bir xil shaklda suiiste'mol qildi. Masalan, Xitoyda bir nima hukm bor. Ya'ni demokratiyalik markazchilik deydigan, demokratik centralism degan hukm bor. Bu hukmda Xitoyning 1945-yildagi asosiy qonunga bu hukm kirgizilib, Xitoy hozirgacha buni iste'mol dastak qilish orqali o'zida demokratiyaning borligini bozor qildi. Bu qanday demokratiya degan vaqtida Xitoy masalan Kommunistik partiyasi partiyaning ichida biz munozirga yo'l qo'yamiz, qaror chiqarish muzokara qilishga bo'ladi. Qaror chiqib bo'lgandan keyin munozir to'xtab, qaror chuqum ijro qilinish kerak deyiladi. Ammo bu yerdagi munozirning hammasi kontrol qilingan munozira. Hech kim Xitoy Kommunistik partiyasiningki davlatlar birlashib ketgan bir xil hokim mutlaq xarakterini savollay olmaydi. O savollasa kallasi ketadi. Bu yerda demokratiya yo'q. Ammo Xitoy buni hukmni o'ynash orqali xuddi o'zidimi demokratiya bordek G'arbning 2500 yillik an'anasidan kelayotgan bir boshqarish shakli bo'lgan demokratiyani o'zining qabul qilganligini haqida jar soldi. Ammo u undaq emas. Bu demokratiya unda olmaydi. Ammo bizdagi deb o'tib ketgandek Amerikada va boshqa bir qism oz sondagi g'arb davlatlarida demokratiya bor. Ham bu demokratiya hozir ig'ir xirsga duch kelyapti. Ammo Xitoydek sotsializm yoki hokim mutlaq tuzum va boshqa shakldagi hokimiyatlik tuzumlarda bu xil demokratiya bo'lmaydi. Shunga yig'ib kelsam, demokratiya insonlarningki boshqarish, o'zini boshqarish haqidagi hozirgacha kelgan eng unumli shakllarining birisi. Mukammal deyishga bo'lmaydi, ammo eng unumli vaqtning siniqidan o'tgan va jamiyatning gullanishi uchun g'oyat zo'r bir turklik rol o'ynagan bir xil boshqarish tuzumi. Buni e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Endi biz oxirgi bizning hukumatimizningmi kelgusi qurmoqchi bo'lganimizmi demokratik Sharqi Turkiston. Bizmi G'arbniki emas, insoniyatningki 2500 yillik siyosiy an'anasi, tafakkuri va amaliyotidagi bu xil boshqarish tuzumini o'zimizga tatbiqlash orqali o'zimiz qurmoqchi bo'lgan davlatimizni xuddi boshqa gullangan davlatlarga o'xshash demokratik usul orqali qurib chiqishni o'zimizga maqsad qilyapmiz. So'zim tugadi bu savolga. Rahmat. Dal bizningki erishmoqchi bo'lgan javobimiz dal shu. Biz davlatimizni qo'lga elish yo'lida demokratiya yo'lini tanlagan va shu yo'lda mang'alaymiz. Buningga bizning qurbimiz yetadi. Ayni chog'da ikkinchi jumhuriyat vaqtidami bizning odamlarimiz shunchalik demokratiyani qabul qilgan va demokratiya bilan nurg'un ishni qilgan. Mustaqillik qo'limizga kelganda hamma ishni qila olamiz. Mustaqillikni demokratiya orqali yetalaymiz demakchi. Endi davlatchilik eng qandaq ong? Bizning Aqtoshlik kitobimizda bu ong aks etganmi qandaq? Sharqi Turkiston surgun hukumatini uning xalqining davlatchilik engining uyg'oqligi desak, xato bo'lib qolarmi yoki demokratiya o'rganish kursiga qatnashib chiqqandan keyin andan hukumatning ishini o'ylasak to'g'rimi? Bu savol bizningki asosliq maqsadimiz, ya'ni bizning nishonimiz bo'lgan Sharqi Turkistonni mustaqil qilish g'oyamizga berib taqiladigan savol. Bu savoldagi bizningki endi davlatchilik engi degan mohiyatda bir davlatningki yoki bir xalqningki, bir to'plamningki ma'lum bir siyosiy ongga ega bo'lgandan keyinki va uning ma'lum bir territoriyada ma'lum bir kultur yoki madaniyatlarningki ravoji sifatidagi o'zini o'zi boshqaradigan bir siyosiy qurimni qurib chiqishdagi bir xil tirishchanligi, ongqirishi va bu jihatdagi
türlü buni amalga oshirish jarayonlarini ko'rsatib qarab, bu odamda davlat engi deydigan bir gap bor. Davlat bir gap, ang bir gap. Davlatni qurish uchun bir ang bo'lish kerak. Xuddi inson o'zininki hayot etkizmek, yaşamak için bir ang bo'lish lozim. Oldi bilan o'zini bilmek lazım. O'zining kimligini bilmek lazım. Shuningga o'xshash bir xalqmi o'zini boshqarish uchun yoki bu dunyoda yashamak uchun bir kollektivda ang qirmoq lozim. Bu ang nereden keladi degan vaqtda ang oldi bilan o'zining kim ekanligini bilishdan boshlanadi. İnsanninki barliq engininki tigida o'zlik engi bo'ladi. O'zininki kimligini bilmek. Bu insanninki yaralmışlığı pütken en ulug' büyük bir mo'jizaning birisi. İnsan o'zlik engiga ega. Dunyodagi boshqa hayvonlarda ang bo'lgan bilan o'zlik engi bo'lmaydi. It o'zininki nima uchun itligini bilmaydi. Yo'lbos o'zininki nima uchun yo'lbosligini hem uni xuddi insonlarga o'xshash o'zligini o'zi idrok qilib, o'zining sharoitini va o'zininki mas'uliyatini aql shaklda bilmaydi. Uni faqat biologiyalik bir iqtidor sifatida ifodalaydi. Biz biologiyalik jonliq bo'lish sifatimiz bilan biz yana ijtimoiy va siyosiy jonliq. Bir to'p bo'lish sifatimiz bilan texidimi shundoq. Endi o'zimizning kim ekanligini bilmek bizning tariximizdan keladi. Bizningki necha ming yillardan beri nerede yashab o'tganligimiz, nima ishlarni qilganligimiz, qanday xalqlarni qurganligimiz. Bu intayin muhim. Xalqlarni qurish bizning tariximizda ko'ra yoki har qanday bir cho'ng millatlarning tarixiga ko'ra nuqulda o'zimizni idora qilish yoki boshqalarga o'zimizningki istilomizni yurgizishni direkt bermaydi. Balki oldi bilan bu bizningki hayot yashash, o'zimizning naslimizni keyingi avlodlarga davomlashtirish uchun iborat bizningki hem biologiyalik hem insonlik bir burchimizdan kelgan bo'ladi. Bunun için biz uyuşup bir davlat şekli kelimiz. Çünkü insonlarninki tarixdan shu narsa muhimki, hech qanday bir yakka inson yakkilik bilan mavjudlab turolmaydi. İnson zotidan ijtimoiy jonliq. İnson zotidan siyosiy jonliq bo'lishi kerak. O'zini qutqizish uchun emas, balki o'zini rivojlantirish va avlod qoldirish uchun. Bu insonlarninki, Uyg'urlarninki emas, dunyodagi nurg'un yoki barliq millatlarninki tupkanimiz mana shu. Bu xil anqirish bo'lgan vaqtimizda, bu xil o'zimizninki kollektiv bu yerdagi burchimizni anqirgan vaqtimizda biz tabiiy holda ijtimoiy jonliq, ya biologiyalik jonliqdan siyosiy jonliq ekanligimizni his qilamiz. Nima? Ijtimoiy jonliq his qilamiz. Ijtimoiy jonliqlikdan siyosiy jonliqlikqa ko'chimiz. Siyosiy jonliq, ya'ni bir davlat qurmoq o'zimizni qo'rmoq demakdir. O'zimizning irodasi bo'yicha yashamoq demakdir. O'zimizning hurligi bo'yicha yashamoq demakdir. Boshqalarning irodasining ostiga tushib qilish ajdodlarimiz tomonidan qulluq deb bilingan. Bu nimaninki Chingiz Aytmatovninki mashhur bir nimasi bor-ku, manqurt deydigan. Manqurt degandagi eng qo'rqinchli narsa manqurtlashninki aloyidlik nima degan vaqtda manqurtlashda o'zlik engi o'ltirildi. Yeliqi beshiga tugining terisi kiydirilib, cho'llarga qo'yib berilib, keyin mingsiz qilib o'zininki xotirasini yo'qotgan yeliqi balaning onasi yig'laydi-ku, qozoq dashtlarida. Bu yerda nima deyilyotdi desa, inson o'zininki ana shundoq o'zlik kimligini yo'qotgan vaqtida insonligini yo'qotgan bo'ladi. İnsanning o'zlik kimligi, ya'ni o'zining kim ekanligini bilmiki, uning insonligininki eng muhim bir alomati. Tarixni bilgan odam hozirda yashay oladi, kelgusini ocha oladi. Bizning ham shunday. Demak, gapimni yig'ib kelsam, bizning Sharq Turkistonni asli keltirishimiz bizning qandoqdo iliqi alayda bir xil siyosiy jihat qildigan ish topolmay qilayotgan ishimiz emas. Yoki nuqul holda ikki jumhuriyatni asli keltirishdek oddiylash emas. Bu bizning ajdodlarimizningki necha ming yillardan beri ijro qilib ketayotgan bu udumi bor. Birlashtirib hokimiyat qurib o'zimizni qo'rmasak, boshqalarning hujumida saqlanmaymiz. Bu dunyo taklifga to'lgan dunyo. Har bir qavm o'zininki kuchini zo'raytirishni xohlaydi. İnsan shaxsiyatchilik to'lgan bir jonliq. Hamma odam
Her vaqt özünki huquqini kengaytib, boshqalarni istilo qilish. Mana bu shunday tahlikaga to'lgan dunyoda hayot qilishning cho'ng bir nimasi o'zimiz uyushib, o'zimizning bir davlatini qurmoqimiz lozim. Bu ikki cumhuriyetning tarixidanmi ilgariki necha ming yillik tarixi berib taqiladi. Endi oxirgi bir nuqtani dey bu yerda. Mayli bizga kelayotgan tanqidlar bo'lsin, mayli xato tushunishlar bo'lsin, qasddan e'tibor qilmasliklar bo'lsin, hukumatimizningki hozir boshdan oxir olib berayotgani mustaqillik bo'lyotidi-ku, mush nishon bo'lyotidi. Endi bu nishonni yo'q deb qarayli. Matematikadagi qarshidan chiqib isbotlash usulini qo'llanib boqayman. Mustaqillikni talab qilmayman. Voz kechdik degan. Nima qiladi bizda degan vaqtida hozirgi qul emgikini dunyoga bildirish keladi endi. Shu yak tushyapmiz-ku endi hozir. Agar mustaqillik bo'lmasa shu yak qoldik. Hozir kishilik huquq degan yomon cho'ng narsalarda bu tugab hozir uningga ma'qul desakmi misol turib tursin. Hozir qul emgik tushdi. Qul emgiki yakka hodisa emas. Qul emgiki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki ham davomlashayotgan, ham dunyodagi nurg'unlagan korporatsiyalarga chetilgan, dunyodagi nurg'un hukumatlar ko'zini yumib qarayotgan bir jinoyat. Shunaqmi? Ammo buning sababi nima degan vaqtda irqiy qirg'inchilik. Irqiy qirg'inchilikning sababi nima degan vaqtida bu yerda mustamlika. Agar biz mustamlikani ag'dirish tashlash va o'zimizning mustaqilligini qayta erishishni nishon qilmasak, biz qul emgikini da'vo qilib o'taversak, men qul emgik da'vo qilmanglar demayapman. Da'vo qilish kerak. Muhim bir jinoyatning birisi bu. Ammo bu faqat bir jinoyat. Xitoyning birga yuz berayotgan necha yuz xil jinoyatning ichidagi faqat bir jinoyat. Ertaga mustaqillik nishonimiz bo'lmasa, bu jinoyat nimaga aylanib qoladi degan vaqtda Xitoyning o'z fuqarolarining emgak huquqlariga daxl ta'riz qilish qilmishiga taraydi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga yo'q gap bu. Uyg'urningki butkul mushu kunga chiqib qilishninki negizi bo'lgan mustamlika yo'qaydi bu yerda. Shuning bilan bu ishimiz eng oxirisi bu ishimiz emas, bu ishimiz yo'g'ishib keladigan boshqa nurg'un ishlarimiz suvga chilishidi. Suyuldirildi. Asta-asta yo'qlashtirildi. Bizningki mustaqillik da'vatqanligimizningki bu qadar joylik bilan turayotganligimizningki salbiy nuqtasidan chiqib desak, ijtimoiy ijobiy nuqtasidan abay dedim. Salbiy nuqtasidan chiqib desak, biz bir kollektivningki ro'y jihatda maqsadsizlikningki qorong'u g'ariga g'ulab tushmasligininki oldini olish uchun o'latilishimizga qaramay nishonda ching turyapmiz. Agar bir kollektivningki ko'z oldida mustaqillikdan iborat, mayli ish ochsin, ochmasin, bundaq bir nishon bo'lmaydi ekan, xuddi barliq nishonsiz to'pliklarga o'xshash bu kollektivningki halok bo'lishi intayin tezlashidi. Chunki nishonsiz hayot o'lik hayot, vayron hayot bo'ldi. Gumronlik to'lgan hayot bo'ldi. Siz qiyos qilib qo'yinglar, oldinglarda hech qanday siyosiy, garchi bu siyosiy nishonni qo'llamanglar. Sizlar qo'llanglar, ehtimol ballalaringni qo'llaydigandir. Sizning kimligingizga bog'langan ballalaringni maktabda bo'ynini qisib, sen nereden kelding desa, nega kelganligini deb bermaydigan ash nurg'unlagan ishlarni o'ylagan vaqtinglarda bir davlatga sahib chiqmoq sizlarni emas, sizlar ketgan bo'linglar. Ballalaringlarning ro'yini, kimligini emas, butkul ro'yini tutib turadigan eng cho'ng psixologiyalik kuch bu. Buni saqlab qolish uchun biz o'latirishimiz qaramay tirishyapmiz. Bu nishon yo'qolsa, o'ylab boqinglar, hayotim nishon bo'lmay baqsin. Nishonsiz hayot degan o'lik hayot nega berishni bilmaymiz. Bekorga ketgan hayot bo'ladi. Hatto yashalmagan yaxshi bo'ladi bunda maqsadsiz yashagandir. Biz Uyg'urlarningki mayli bu nishonga osiylik qilsin, ko'masga silib olsin, e'tiborsizlashtirsin, o'zining nishonini o'zi ichilib yayrab nomussizlarcha masxir qila olsin. Sizlar bilmasanglar, biz bu nishonningki bu millatning ro'yini tutib turadigan ehtimol eng oxirgi ro'yi bir turk ekanligini har vaqt his qilib turyapmiz. Bugun e'tirof qilmasanglar, erta e'tirof qilmasanglar mayli. Ama biz e'tirof qilamiz, buningda biz mangamiz. Chunki biz
Bununsiz bu hayatta başka hiç qandaq bir siyasi, ijtimoiy, psixologiyalik yoki iqtisodiy bir lazzat yoki bir ma'noning borligiga ishonmaymiz. Bu bo'lmaydi ekan, bizningki insonlik qadr qimmatimiz ishga oshmagan bo'ladi. Chunki asr bir insonningki insonlik qadr qimmati to'liq bo'lmagan bo'ladi. Bir insonning bu hayotdagi eng chong nimasi o'zining g'ururiga ko'ra o'zining qadr qimmatini saqlash yoki tatuvlangan bo'lsa, buni asliga keltirish bo'ladi. Bu u qadar bir buyuk bir xizmat. İnsonningki bu dunyoda inson bo'lish yashashdagi eng chong vazifalarning birisi mana shu. İnsondek yashay olish. Chunki bizningki aqlimizni berdi Alloh, bizga bu g'ururni berdi, bizga bu hissiyotni berdi. Bu biz o'zimiz qilib olmadik buni. Bizga selingan bir o't bu. Bu o'tninki tepdir yashaymiz biz. Bu biz o'zligimizni qilayotgan ish emas bu. Bizning aqlimiz buyruq qilayotgan, bizning vijdonimiz chaqiriq qilayotgan, biz hissiyotimiz har vaqt o'rtinib turib bizni da'vat qilayotgan bunday bir ulug' bir ish bu. Biz o'zimizga, o'zimizning aqliga, o'zimizningki vijdoniga va o'zimizningki hissiyotiga osiylik qilib, bizning butun vujudimiz talab qilayotgan bunday bir erkin inson bo'lishdek bu qadar eng oliy bir muqomni rad qilolmaymiz. Buning uchun yashaymiz. Mustaqillik degan mana shu biz uchun. Gapim tugadi. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Bizning mustaqil davlatimizni asli keltiradiganligimizni bizdagi davlatchilik yangining ajdodlarimizdan qolgan genimizga singan qinimizda bor bir aniq ekanligini tushuntirib berdingiz. Haqiqatan shunda agar biz o'zimizningki mustaqil Sharqiy Turkistonni asli qaytirishdan iborat bir aqida bilan yashamasak, bu dunyoda qanday bir aqida bilan yashaymiz? Bo'lib biz hozirgi ahvolda mayli siz boy bo'lib keting, mayli siz osmonga chiqib keting, ammo siz bir qul. Ajdodlarimiz qurib bergan davlatni biz asliga keltiramadik. Biz xalqning qo'lida, Xitoyning qo'l ostida qul bo'lib yashadik. Demak, qulligimizni o'zgartirishga tirishmasak, biz insonlik martabasidan o'zimiz chekingan bo'lamiz. Hamda hozirgi vaziyatda yaqinda Amerikada Intel shirkatiningki CEO'si, ya'ni boshlig'i deyli bir Xitoy, Sun Liu deydi bu Xitoyning ismini. Va Xitoy bilan bo'lgan Xitoy bilan savdosi bo'lganligi va yuqori saviyadagi uzak texnikasini Xitoy harbiy shirkatlariga o'tkazib berganlik gumoni bilan. Yana buning ishlari jiq chiqyapti hozir. Nurg'un shirkatlar bor ekan Xitoyda. Xitoy universitetlarga bevosita texnikani o'tkazib ham shu Xitoydagi Zhongshin Koji deganni qurgan Xitoy shu ekan. Mushu nurg'un gumonlar bilan bu Amerikaningki nemisda parlamentidagi senator Tom degan senator chiqib buni maxfiy uchurlar bilan buni tutgandan keyin, buni bir uchurlarga erishgandan keyin buni tekshirishni o'tirib qo'ygan. Bu uchurlar Trumpningki qo'lqiga yetgandan keyin Trump bu CEO'ni bevosita istifa berishga qistagan. Hamda bu ishlarni Harvard universitetininki Xitoy bilan bo'lgan munosabatdan birlashtirib bizga bir tahlil qilib bergan bo'lsangiz, marhamat. Bu misolda meningki yaqqol diqqatimni tortqani aning Xitoy pushtidan bo'lishi. Ya'ni shuni ko'ryapmizki, Xitoydan pushti bo'lgandan keyin asosan har qanday degidek Xitoy hukumati uchun ma'lum shaklda mayli majburlansin, qiziqtirilsin, tozoq tushirilsin yoki boshqa shaklda bo'lsin, xizmat qildirildi yoki xizmat qiladi. Bu dunyoda kam uchraydigan bir ish bu. Ya'ni Xitoyningki Yanhuang avlodlari dunyoning nerede yashasin, Kensha degan Xitoyningki nazaridagi bu jahonningki qaysi bo'lagida yashasin, hamon Xitoylikini qiladi degan gap. Buni bizningki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ba'zi parlamentlarga ovozi qo'ygan vaqtimizda Xitoy pushtidan bo'lganlarninki qarshi turganligiga shohid bo'ldik-ku. Fransiyada shunday bo'ldi, Kanadada shunday bo'ldi, qatorliqlar. Demak, Xitoyningki yurki, har qanday bir Xitoyning yurki har vaqt Tiananmenga talpinadi. Bu bir. Ikkinchisi bu Intel Amerikaningki g'oyat zo'r mablag' 8 milliard dollarlik federal yordamiga erishgan dunyodagi oltin qatordagi yerim o'tkazgichlik
nimalarni o'zaklarni yashaydigan cho'ng bir shirkat. Hamda bu CEO'ninki qilayotgani Tom Cotton degan Amerikaning senatorininki deyotgani bu oldi bilan bu manfaat to'qilishiga kirdi. Ya'ni sen Amerika eng zo'r mablag' solgan shirkatninki CEO'si bo'lsa, Amerikaninki eng o'tkir texnikalarni Xitoyga yoki turli shakllarda o'tinib berishsa, bu seninki Amerikaga osilik qilganliging bo'ladi degan shaklda Trumpninki deganimi uni istifa berish nima qilgani shu, qistig'ini shu-da. Hamda buning oq ko'rinishi qirsak, Amerika bilan Xitoy o'rtasida hayot mamotlik bir texnik urushi yuz beryapti. Buni bilib ko'ryapsizlar. Bu AI, sun'iy aql sohasida elib berilyapti. Quantum computer deydigan bir kompyuter bor. Quantum computers deydi buni. Bu quantum mechanics'ninki qonuniyatlarga asosan nima qilingan bu degan gap hozirgi kompyuterda bir yo'nalishda bir xil vazifa ijro qilinsa, quantum kompyuterda necha ming xil nima vazifalar o'xshash parallel vaqtda elib berildi. Uningki sig'imchanligi, vazifalarni bajarishga sig'imchanligi kengaydi, ko'p yo'nalishlashtirildi. Andan keyin uning to'g'riliqi hozirgidan necha ming ustun bo'ladi. Hamda hozir biz bir taraf qilinmayotgan masalan deylik, doğru yasashdagi kimiyalik tarkiblarninki nimasini masalan qanday yuz berdiganligi va eng yaxshi optimal bir xil doğru ishlashdan nimalarini hozir kompyuter hisoblatgandan quantum kompyuter hisoblashda sekundgacha chiqib bo'ladi. Bu chaqda u doğruning unumlikligi necha 100 esi qatlab bo'ldi degan oddiy desak. Har bir texnika asosan texniki qo'rqinish bo'ladi degandekda. Anadaki üzek ishlarda. Amerikaninki, Xitoyninki, o'zininki uzak ya'ni shu yani texnika deydi. Texnika raqobatida ustunlik qozonib ketmaslik uchun Amerika nurg'ulg'an embargolarni qo'ydi. Intelning bo'layotgan ishmi embargoning ichida bo'layotgan ish yoki bir qo'rqinish bir qilmish deyish bo'ldi ma'ni. Men hozir jinoyat deyolmayman, buni bu jinoyatni sud bekitsin. Shunday bo'lgan vaqtda Amerikaninki bu xil intayin tart ko'rlab boqmagan embargosiga nisbatan Xitoy ikki xil zo'r inkas qaytaryapti. Birisi asta o'zininki mushu texnik sohalik bo'libmi, shu digital dunyosiga oid texnik sohalardagi ustunligini va uningki saqlab qolish uchun o'zi ishlab chiqadigan bo'lyapti hozir. Üzeklerini, yerim ötkizgiçlerini ve muşu mesela muşu nime deyimiz, ChatGPT deyimiz, yoki başka nurg'un narsa uning ishildigan necha minglagan üzek ketadigan nima ekan u. Yamanjiq tok sarfiyoti, suv sarfiyoti qatorliq ketadigan g'oyat zo'r mablag' talab qiladigan bir nima ekanda. Buning hammani o'zimiz ishlab chiqaramiz, Amerikaga beqinmaymiz deyapti. Bu bir inkas. Ikkinchi inkas g'aljirlik bilan xuddi oxirgi fursat kabi Amerikaninki texnikalarni bulashga tushyapti. Mayli uningga siber hujum qilsin yoki o'zining jasusini avassin yoki Amerikaliklar setivlab o'ziga jasus qilsin qatorliqlar eng yuqori pallaga ko'tarilyapti. Buningda biz Xitoyninki g'aljirlashgan bir nimasini ko'rib olamizda hozir. Hamda buningki Amerikaning buningga qaytarayotgan inkasri bek yuqori emas. Ya'ni bunda deyishimning sababi Amerika u Xitoyni umumyuzlik boyqut qilib, umumyuzlik Xitoyni qartizimni kuchugizib yoki mushishni qilayotganlar deyli. Yo'q, az. Andan keyin Amerikaninki senator bilan kongress a'zolari ishida bu masalani ko'tarib chiqayotganligi va 10 barmoq qaran yedidan. Qolganlari chatqi yo'q. Ya'ni bu yerda qo'rqinchliq bir Xitoyni qo'llaydigan bir tarkib bor. Amerika siyosatida. Shuning uchunmi Xitoy petinib Amerikani petiqlay oladigan yerga kelyapti hozir. Endi bu hozirgi texnik urushida kim bu texnika bo'libmi? Eng muhimi shu sun'iy aqlda kim bu texnikani egallay olsa, kelgusini shu kontrol qila oladigan yerga tushyapti. Chunki sun'iy aql dunyoni kontrol qilishga tushdi hozir. Keng ko'lamda bu faqat ilgari 50 yil deyildi. Keyin 15 yilga tushgandi. Hozir 5 yil deyilyapti. Bu mening gapim emas. Dunyodagi cho'ng texnik eng yuqori texnik Elon Muskning bu dar deganlari va yana boshqalarninki Sam Altman deganninki
Alex Kapil degenniki qatorliq nurg'unlarninki deyotgan gaplarda Amerikadagi cho'ng Silicon Valley'dagi Silicon shu nimasiki Kaliforniyadagi Silicon Valley degan Amerika texnikasidagi eng markazlashgan joyliklarninki deyotgan gaplar. Shu qo'rqinish darajada bu hozir dunyoni kontrol qilish uchun bular bu sun'iy aqlga g'alzirlik bilan mablag' selyapti. Hamda Xitoyning 3-ikkita sirt bir qilayotgan inkosi o'tgan qatam ikkimiz deyishgandek serak to'plarga qartildigan eksport cheklamasini kuchaytirib, Amerikani bu materiallardan mahrum qoldiryapti. Chunki Xitoy 90% buningki nimasini ishlab chiqarishini tatib taqilishgacha kontrol qiladi. Amerika hamda bu jihatda o'ziga tayinishga majbur bo'ladi. Ya'ni manda qarasak, Xitoyda material bor, yuqori texnika yo'q. Amerikada material kamchil, lekin texnika bor bu jihatda. Shunga bu ikkisi bu jihatdan mukammal emas. Her ikkisidan bir-birisiga tayinlagan azroq nuqtalarim bor bu yerda. Bu ishninki murakkab taraf hamda. Shuning uchun bu raqobatning qiziydigan bir yeri Amerika materialga erishish uchun o'zininki materialni ishlab chiqarish qobiliyatini oshira olish kerak. Shuning uchun Amerika tunuganmi, Trump Afrikadagi bir nechta davlatlar bilan kelishim imzoladi. Masalan, Kongo bilan bo'ladimi? Maqsad nima degan vaqtda Sirak to'pininki Amerikaga to'shilishni kafolatlantirish hamda. Bu shunday bir nimaga tushyapti. Hamda Harvardninki gapini qildingiz. Harvardlar jinoyatkor universitetlarga kirdi. Men shunday deyaylik. Bunda deyishimizning sababi Harvarddan Xitoyga setayotgan texnikalari intayin zo'r sonda. Bilib turib, Harvard bir korporatsiya. Ya'ni pul topadigan yer. O Harvardninki o'yliqi insoniyatning ilmini kuchaytirish uchun to'p qo'shma degan misolgan gap. U nuqul pul topadigan bir korporatsiya, Harvard Corporation deydi. Hamda Harvardda texidinmi cho'nqur bir yeri bor. Buni xalq ko'p hollarda bilmaydi. Harvard Amerika tashqi siyosatininki mingisi. Kissinger Harvarddan chiqqan. Hatto Bidenning qo'l ostida ishlagan tashqi ishlar mas'uli bo'lgan Jack Sullivan deganmi Harvarddan chiqqan. Harvard Xitoyninki ko'tarilishda siyosiy jihatda intayin yoshirish rahbarlik rolini o'ynagan, koordinatsiya rolini, maslashtirish rolini o'ynagan bir intayin muhim bir o'rin, markaz. Masalan, tashqi ishlar munosabatiniki nimasi Council'ning ko'plagan odam, bu Council on Foreign Relations deganning ko'plagan odamlari Harvarddan kelib chiqqan. Demak, Harvard Amerikaninki tashqi siyosat emas, balki dunyoninki siyosiy klimatini belgilaydigan bir turkum strategiyachilarninki kelib chiqish manbai deb qaraladi. Harvard bu jihatdan favqulodda zo'r siyosiy ahamiyatga ega. U nuqulda bir universitet emas, u faqatla bir ko'rinish, haqqa berilgan bir ko'rinish. Harvardning oqisi qo'rqinchli o'yinlar bor. Intan qo'rqinchli, intan rezil. Harvardning oqisi bek rezil. Mushundaq vaqtning o'zida Xitoyni dunyoga ekirgan kimlar? Kissingerlar. Kissingerning oqisida kim bor? O'ylash kerak buni. Xitoy dunyoda unutilib ketgan yoki Xitoy ayni vaqtda ideologiyalik Amerika bilan so'q munosabatda urushida Amerika bilan bir sobiq Sovet ittifoqiga qarshi turdi-ku. Shu vaqtda uni tanlaganmi mushlar? Xitoyni tanlaganmi? Rossiyani sobiq Sovet ittifoqini so'q munosabatlar urushida mag'lub qilib bo'lishda ilgirlar 90-91'ler mag'lub bo'lib qolgan bilan Xitoylarga munosabat 74-yilda ichilgan. Buni unutib qolmaylik Amerika bilan Xitoyning munosabati. Kim rol o'ynagan buningda? Henry Kissinger rol o'ynagan. Henry Kissinger Xitoyning eng yaxshi do'stlab kelgan. Henry Kissinger keyin o'lgan vaqtida Xitoylar uningga hech qanday tashqi bir davlat o'lganlarninki odamiga berilib boqmagan bir bahona berdi. Xitoyning eng sodiq do'sti degan bahona berdi. Henry Kissinger o'tgan vaqtda. Demak, Henry Kissinger ko'rishidi, Xitoy dunyo Amerika bilan munosabatni yaxshilaydi. 80-yilning boshlarida Dunyo bankisi Xitoyga milliardlagan pul berib, Xitoyninki iqtisodining yuqori ko'tarilishiga nima qildi? Turtki bo'ladi. Hamda Xitoy nima qilmoqda? Amerikaning shirkatlari xuddi bir buyruq berilgandek Xitoyga oqidi. Xitoy qanday qiladi? Bilasizlar buni, men takrorlamay bu gapni. Xitoy chet elning shirkatlari kirgan vaqtida oldi bilan ular bilan hamkorlik shirkati, Xitoy degan gap esingda bormi?
Hamkorlik şirketlerining aqsi nima bor degan vaqtda Xitoy chet elning shirkatlaridagi barliq texnikalik omillar va yangi ma'lumotlar va hammasini asta o'ziga o'tkazib oldi. Chunki to'xtam shunda tuzilgan. Har qanday hamkorlik to'xtami eng oxirisida texnikani Xitoyga o'tkazib berdi. Endi hozir qanday bo'ldi? Xitoy G'arbnikini ko'chadi, G'arbnikini o'g'ilidi, G'arbni majburlab, shirkatlarni majburlab, o'ziga texnikani o'tinib berish qilib, 30-40 yil jarayonida o'zini gullantirib, endi hozir qanday qiladi Xitoylar? Amerikani qo'ng'i tepib chiqarib o'tib, o'zi mustaqil shirkatlarni bejirib, Amerikani qo'rqitadigan texnikalarni o'ttirib chiqarishga boshladi. Buning hammasi aqsi kim bor? Hammasi aqsi Amerika bor. Amerikaning hammasi emas. Balki Amerikaning ichida Xitoyni qo'llash, Xitoyni yuqori ko'tarish orqali Amerikani vayron qiladigan bir kuch boshdan oxir Henry Kissinger qatorliq necha avlod siyosiylarni Xitoy uchun xizmat qilg'izdi. Xitoyning bosh ko'tarishi tasodifiylik emas. Oxirgi kelsam, gapimni yig'inchoqlasam, bu Harvardlar oddiy bir Harvard emas. Bu yerda Yale universiteti va Kaliforniyadagi universitet va Stanford universiteti va hammasininki gelib o'q. Hammasininki Xitoy bilan bo'lgan hamkorlashgan emas. Endi oxiri bir narsani qistirib o'tib ketdi. Hatto Uyg'ur qirg'inchiligida bu institutlarninki qo'li bor. Ko'pchilik universitetlar hammasining qo'li bor. Harvardniki masalan biz bilamiz, Uyg'urlarninki DNAninki tartiblashligiga bo'lgan texnikani yordam berganligi professor Harvardning professori shular. Amerika bilmay qoladi, biladi. Kuchi yetamdi, yetmaydi. Harvardni kontrol qilishga endi yaqinda Harvardni Trump ayblab o'bi qilyotdi. Nima ish bo'ldi? Chunki u yerda Isroiliyaga qarshi o'quvchilar harakati portlab ketdi. Kutilmagan yerdan. Masalan, Kolumbiya universiteti shunda bo'ladi, Yale shunda bo'ladi, qatorliqlar Trump endi Isroiliyani qo'llash uchun, chunki Trumpninki saylamiga yordam berganning ko'pinchisi Yahudilar. Yordam berish uchun bu o'quvchilar harakatini yamrab ketmasligini to'sish uchun buningga qarshi federal yordamlarni ya to'xtatganligini ya azaytilgan dedi. Ya'ni u qanday qilsin o'zining ishi, ammo bu yerdagi Harvard hech zamon Xitoy bilan hamkorlashganlik tufayli jazolanmayotdi. Yoki bu qattiq tilga ilinmayotdi. Faqat Harvard o'quvchilar harakatini to'sishda kuchli tadbir qo'llanmaganlik uchun jazolanyapti. Bu içiniş ahval bu. Yanılla bir yerda Xitoyning kuchi bor degan gap bu yerda. Yanılla Xitoy bu qadar ishlarni qilib turib, yanılla so'roqqa tortilmaydi, taqib ostiga ilinmaydi va tekshirishga duchor bo'lmaydi. Gapim tugadi. Rahmat. Buni gapni oxiridan boshlaylik. Harvardning ishi kelganda Amerikada chiqqan siyosatlar va o'tirg'i tushgan gumon va Harvardning qilgan Xitoy bilan o'rnatgan munosabatlariga qarata asosli gunoh qatorida shuni chiqadi endi. Buni bir sabab qilib ko'rsatgan bo'lishim mumkin, ammo Xitoylarning Amerikadagi Harvard qanchalik darajada singib ketganining misoli sifatida Xitoylar hatto o'zining partiya maktabining sho'xbisini qurgan. Harvardga shu darajada, demak, bulardagi bu bir demokratik davlat, u bir kommunist, bir Xitoy, bir sotsialistik davlat. Buning qanday birga kelolmaydigini odamni hayron qoldirdi. Xuddi siz degandek, bularningki u yaqinligi u odamning aqldan o'tib ketgan bir darajada endi. Endi bu Sullivan degan Xitoyning ishi chiqdi, ammo Amerikaning 3dan 1 degidek, ammo AI da ishlaydigan IT'ninki yuqori texnikani qilganlar hammasi Xitoy ekan. Gerçi yaqinda shu Biden hokimiyatida shunday bo'lgan, hozir Trumpniki shunday bo'ladi. Nurg'un texnikaga chek qo'ydi, o'tkazmaymiz dedi. Serak tufayli u texnikani qo'ygan chekni bo'shaytib etdi bu Trump, prezident Trump. Ammo bu chekninki hech qanday rol bo'lmaydi degan bir xabar chiqdi. Nimishqa deganda, bu yoqdagi texnik chiqib bo'lgacha, chunki bularniki 3dan 1 Xitoy ekan, siz aytdingiz Xitoy o'zgarmaydigan qalbi tayanmag'i telefonlagan Xitoy bo'lgandan keyin texnik bu yoqdan chiqib bo'lgacha u yoqda shirkat qurilib bo'ldi ekan. O to'sliq degan gap, masalan, buningki eng oddiy misoli DeepSeek. DeepSeek chiqib bo'ldi-ku. Hatto Amerikanikidan ustun chiqdi texnikadan. Lekin ishlatgan narsa Amerikaning narsasi. Uni sen qonun qilib to'sdim degan bilan bu yerga odamni to'sib bo'la olamsan? Mumkin emas.
Bularning hammasi o'xshashlar, bu yoqqa ishlaydi, u yoqqa ishlaydi. Shunga bu yerda to'sish mumkin emas. Endi bizning bu nuqtani bu yerga tashlashimizga sabab Amerika agar Xitoyniki mushu gumron qiladigan mush kuchidan saqlanish uchun qanday qilish kerak deganda faqatla shuni to'liq kuch bilan to'sish kerak. Bo'lmasa hech qanday yo'l yo'q. U qonun bilan ani cheklab bo'lmaydi. Chunki Musulmonning o'zimi ayni chog'da Zhongshin Goji deganni qurg'ini shu ekan. Zhongshin Goji degan Xitoyninki shirkati Amerikadan o'g'irlagan narsaning jiqliqidan eng oldi bilan shuni cheklagan Amerika. Lekin shuni qurgan odamni o'ziningki CEO qilib belgilagandan keyin tomkatdan chiqib nima dedi desa, bu sen bu Xitoyning shirkatlarini qurgan 8 dak shirkat bor ekan Xitoyda. Xitoyga shunda nurg'un pulni qilgan, texnika bergan odamni nima deb Intelga boshliq qilsa, sen shuni boshliq qilgan chog'da hatto buning oldida bir sud bo'ldi. Sudda bular ustod texnikani berib qo'ygan uchun 1.5 milliard pulni to'laydigan bo'ldi. Mushunda odamni sen nima deb yana o'zingga boshliq qilsan deb mundaq bir savol qo'ydi. Demak, bularningki siz degandek oz bo'lsin, buni bilayotganlari bor, lekin umumiylik emas. Agar bilgan bo'lsa edi, qat'iy bunday ishga yo'l qo'ymaydi. Hozir bu AI'ninki Amerikada bo'lsin, mayli Tayvanda bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, hammasi degandek Xitoyning qo'lida. Buning eng chong boshliqlari Xitoy. Bu eng xatarli ish bu dunyoga. Amerikaliklar emas, butun dunyo xatarlik ish. Buning o'zi Xitoy nima ekan desa, Malayziyada cho'ng'igan, Malayziyada tug'ilgan, Singapurda o'qigan, Amerikada tarbiya olgan Xitoy ekan. Amaliyotda u Xitoy bilan kommunist Xitoy bilan munosabat yo'q deb qaraydi boshqalar, Amerikaliklar. Lekin bular hammasi bir. Bu gap buni o'ylasangizlar odam qo'rqadigan darajada bular birlashib olgan dunyoga tahdid. Hamda fursat va xiris tang mavjud bo'lgan hozirgi dunyo vaziyatidan ko'ra siz bizning kelgusimizni qanday ko'rasiz? Xitoy yengilyapti. Xitoyning demokratiyalashishi bizning ishimizning hal bo'lgan. Marhamat. Xitoyning demokratiyalashi degan bizning og'zimiz silingan 40 yillik so'zga bu. Xitoyni shu ko'tirdiganlar o'ziningki Xitoyni ko'tarayotganligini çandomaslık için Xitay demokratiyalasa bizden dosuldu deb aldıgan, bütün dünyanı aldıgan bular. Kesingirli aldıgan yani. Mandan edeyim. Xitay mümkün emas. Yeli qoğun emiken demokratiya köçmedi. Hatta Xi Jinping degan Xitayning degan gapi bor o. Dünya Xitay medeniyetininki kuchini his qiladi hamda dedi. Buni deyotgan gapi nima esa g'arb civilization gapini qilyapman. Kultur emas bu. Chinese civilization deyapman Xitoy hozir. Xitoyning madaniyatini dunyo endi qabul qiladi, buni ko'rdi degan gap. Bu nima deyapti degan vaqtda g'arbninki demokratiya, insonparvarlik va xarakteri olgan bu madaniyati cho'kyapti deb biz chiqyapmiz deganni nima qilyapti. Endi meningki bu yomon jiq savol, bu javob berishim nima ketadi? Xiris desam, men ikki cho'ng xirisni ko'rsataman hozir. Fursat desam faqat bir fursatni ko'rsataman. Ama bunun yamancık narsa var mı? Jigayemdi. Buna vaqt mojik nim qilmab. İki cho'ng xiris var meni kechasi uxlatmaydigan hozir. Birinchi cho'ng xiris yadro urushining xirisi. Bu biz hozir Xitoyninki Tayvanga kuchab Filippinni qetib turib ta'dis qilayotganligini ko'ryapmiz. Amerikani qo'g'daymiz, u bu da'vatida bu turibsin. Andan keyin Ukrainadan iborat bir proxy urush bo'layotgan yerdagi Amerika bilan Rossiya o'tirishdagi to'qinishninki kengayib kelish ehtimolligi. Hatta buningki yadro qurollariga aylanib ketishi, yadro urushiga aylanib ketishi. Endi bu yerda 3 burjaklik bir munosabat bor. Xitoy, Rossiya, Amerika. Buning ikkisi xristianlik, g'arblik aloyidlik ega ikki davlat, Amerika bilan Rossiya. Xitoy bu butunlay boshqa bir ideologiyadagi bir davlat bu. Tariximi boshqa, kulturim boshqa, madaniyatim boshqa, hamma nimasi boshqa bu ikkisidan. Ammo Xitoy hozir o'tganda Wang Yi bir gap deb soldi-ku. Yaqında Xitoy Amerika bilan Rossiya ikkisiningki bir-birisi bilan urushib halsirgandan keyin dunyoni qurol atmay turib kontrol qilishni kutyapti. Shuning uchun u Rossiyaga to'xtamay yordam beryapti. U Rossiyaga yordam berish uchun bir strategik hamkorlik bilan yordam bermayapti. Rossiya bilan Amerikani sapyab ikkisining qoniga bo'yatilgandan keyin nimaning bir gapi bor-ku? Xitoyning bir gapi bor.
ikki maymun tag'da nima ikki yo'lbos tag'da ilishsa maymun tomosha ko'rapti dedi. Shunday gap bo'lyapti hozir. Maymuni kim desa Xitoy bu yerda. Ikki yo'lbos kim degan vaqtda ikki aqdallik, ikki g'arbning kulturining nima madaniyatining eng buyuk sohiblaridan bo'lgan Rossiya bilan Amerika bu ikkisi. Buni Amerika his qilyapti hozir. Trump his qilyapti. Bu to'zaqqa tushmaslik uchun bir qismi Trump'ninki hozirgi hukumatining ichidagi bir qismlari bu to'zaqqa tushmaslik uchun amal ba urushni to'xtatib nishonni Xitoy burish. Shuning uchun Wang Yi deb soldi-ku. Agar bu urush to'xtab qolsa, Amerika diqqati bizga burildi emasmi deb soldi-ku bu. Cho'ng g'ulg'ul bo'ldi-ku. Amaliyat rost gap bu. Deb solganlik emas. Balki gapni yig'ishtiramay deb haqni deb solganlik bu. Amerika buni qarab diqqatni Xitoyga qaratmasa, bu yerda cho'ng bir ish chiqadi. Rossiya Amerikaningki adaq nuqta dushman emas. Dushman qildirilyapti. Hatto Trump hozir Rossiyani ayni vaqtda 2015dan tortib demokratlar o'ynab chiqqan nima Obama rahbarligida o'ynalib chiqayotgan Russian hoax degan gap, ya'ni yolg'onchilik deganni hozir hammani o'tirib chiqarib, sizninki Amerikaninki Attorney General Pam Bondi degan ayol hozir chiqarib, Ross tahdidi amaliyotda Trumpning hokimiyatini egizpas qilib Trumpni ag'dirib tashlashdagi bir o'yin deb hammasini hozir sudga topshiradi buning materiallarini. Demak, bu intayin muhim bir qadam. Ya'ni bu qadamning muhimligi nima degan vaqtda Amerika o'zininki deydaga soldirilib, Rossiyadan dushman qilishninki qanchalik o'zini halok qilganligini his qilib yetdi. Rossiyami biladi, ammo Rossiya Amerikaninki hujumidan o'zini qo'g'dimisi bo'lmaydi. Bu qadamda biz Rossiya bilan Amerika o'rtasidagi suhbatni nimasiga qaraymiz-ku, ammo Xitoy bu suhbatni buzishdan qo'ydi. Buzsa urush sabay degandek Xitoy uchun foydali bu. Endi bu yerda yadro urush bo'lamdi degan vaqt yadro urush aldirab bo'lmaydi. Chunki endi bo'lgan yadro urushda hech kim saqlanmaydi. Ammo g'alati yeri dunyodagi dangliq boylarning milliarderlarning hammasininki yarasida o'liri bor. Ular yadro urushdan oldi burun mudofaani buloqliq. U urush kas bizdek yalang to'shlik keladi endi. Şu birinci çoğun iş narsa bu. Birinci meni ansirtadigan narsa bu. Ben ikkinchi çoğun ansirtadigan xiris nima degan, insoniyatning xiris nuqtasini deyapman. Bu sun'iy aql. Sun'iy aql dunyoni o'zgartmaydi. Eng oxirsida bizningki insonlik xarakterimizni, bizning ta'birimizni, texdimi muhimi bizning mohiyatimizni o'zgartadi. Bu nima degan gap degan vaqtda Elon Musk'ninki ikki cho'ng plani bor. Birisi insonlarni abjashlashtirish. Ikkinchisi insonlarni ko'p planetlik qilish. Ko'p planetga qiziqmayman men. Abjashlash kerak. Bu nima deyapti degan vaqtda sun'iy aql taraqqiy qilgan vaqtda shundoq bir darajaga borgan vaqtida butun insonlarning aql parosini qetibetsakmi sun'iy aqlniki yetmaydi, haqiqatda yetmaydi. Bütün insoniyatninki 5000 yillik yozma tarixida qo'lga keltirgan barliq muvaffaqiyatlari eng oxirsida bir sun'iy aqlninki kallasidan yetmaydi. Sun'iy aql halqib ketadi. İnsonni inson qilib turgan uning aqliyati. İnsonning g'ururini ko'tarib turgani uningki Xudo tarafidan yaratilganligi. Hamda g'arbda xudosizlik avjilayotdi. İnsonni inson qilib turgan, uni faxrlantirgan uning aqli ilinib ketish yoki uni sun'iy aql tarafidan ishib ketilish oldida turibdi. Inson qilib turgan hech nima qolmaydi endi. Men hozir bu yerdagi butun dunyoni qoplagan ishsizlikni demay turay. Hozir xalqlar ishsizlik asta-asta ko'tariladi dunyoda. Bo'lapmi g'arbda hozir. Mesela sizning doktorlik deymiz, bankchilik deymiz, qurilishchilik deymiz, butun narsa butunlay baka bo'ladi. Tangla ati. Endi bunda bo'lgan, buni men analiz qilmoqchi turaman, u boshqa bir tema bo'lsin bu. Endi bu Elon Musk qatorliq bir turkum bu sarxillarningki insoniyatga beradigan bir shafaati bor qo'shtirnoq. Bu shafaat nima degan vaqtida badanimizga uzakdan birini silib kallamizni g'oyat zo'r bir kompyuterga chetib, bizningki biologiyalik sababli chiqqan ba'zi kamtiklarimiz, masalan, aqliy jihatda biz kamtik. Aslimizning cheki va unutqaq kelamiz. Tafakkurimizning cheki va mushlarning hammani texdimma a'lolashtiramiz deydi. Bu chaqda nima bo'ladi degan vaqtida biz bir mashinaga chetilsak,
u mashina orqali biz kontrol qilamiz. İnsanlığımız qanmaydı. Menimizde nimenin bo'layotganligini aş mashinada boshqarganlar bilib turdi degan gap. Bu shalg'utlashtirish deganning ma'nosi. Xitoy bu yerda bir qadam qilyotadi buningga. Xitoyning hozirgi nima qilyotgani, yurgizayotgani ijtimoiy kredit sistemasi deydi. O'tgan azroq deyishdik-ku buni. İjtimoiy kredit sistemasi orqali har qanday odamningki butkul uchurlarga egilab bo'ldi Xitoy. Hech qanday bir odam, masalan, bir odam hech qanday yerda hech qanday yerga yo'shirina olmaydi. Hem bir odam bu sistemadan hem chiqolmaydi, hem sistemning ichidan hech qanday qilib o'zini jinni saqlayolmaydi. Masalan, u kreditning nomeri 500 miki nechadan tushib ketsa, bir tal nammalanmaydi bu odam bir Xitoy. Och qilib o'lish kerak u. Hatto hukumat mi yordam bermaydi bunga. Endi Xitoyning qolib qolgan bir ishini nima degan vaqtda, agar shu uzak tayyor bo'lgan vaqtida Xitoy o'zining fuqarolariga shu uzakni sap qolsa, bu fuqarolar mashinadan aylanadi. İnsanlıqını yo'qotadi. Menimki ansirabatgan yerim mushu. Endi fursat kelaylik. Bir fursat var. Fursat Amerika, fursat Trump. Endi bu Trump'niki yaqinda olib berayotgan nurg'unlagan o'zgarishlarga diqqat qilib baxsanglar, Trump ilgari 5-10 yildan beri vayron qilib o'tilgan nurg'unlagan sohalarni, masalan, pul muomala sohasi, ish o'rnini nima qilish sohasi, hukumatninki unumlilik sohasi, bolalarning huquqlari, masalan, bolalarning huquqlari deganimiz ilgari jinsini o'zgartirish operatsiyasida ana egolanmaydi. Hozir ota-onalar qaytarib berishga boshladi. Qaysi kun bu to'xta qaror qildi. Anadan keyin ko'chmanlarni uzil-kesil bir taraf qilish haqida hozir Trump bir qadam ilgarilab, ba'zi shtatlar va ba'zi shaharlarda sanctuary status bor-ku, olib qilish alohida bir nimasi bor. İmtiyozi bor. Hukumatdan qonunsiz kirgan ko'chmanlarni qo'g'dab qoladigan imtiyozi bor. U yerga pul vermaydigan bo'layotdi Trump hozir. Qatorli qilib Amerikani asta-asta tuzyapti. Ammo insoniyatning beshir kelayotgan, men abay deyotgan birisi yadro urushi, insonni halok qiladigan va sun'iy aqlning taraqqiyoti, insonlarni mangulik qul qiladigan, digital qul qiladigan bu ikki narsani Trumpningki hukumati his qilig'liq, buni biliglik. Hem bunun içindeki en çok Hristiyan birisi yadro mu Xitaydan keladi, bu sun'iy aql haqidagi tahdid mu Xitaydan keladi. İkkilisida Xitoy bor bu yerda. Yani bu yerda Amerika bor. Mushundaq bir dunyoda bu yerda bu insoniyatninki hayot mamot emas, balki Amerikaninki kelgusidagi mavjudligimi mana mush ikki to'qinishninki qanday hal qilinishiga bevosita munosabatli bo'lgan bo'ladi. Mush jihatda ilib aytgan vaqtda agar Amerika bu noktada intayin keskin ve ünümlü kararını alanmasa, hazır alanmavatıdı Amerika. Xitoyga vaqtda alanmavatıdı. Bunu itiraf qilish kerak. Hazır Trump masalan Epstein'ninki hujjatlarining ichiga tushib qoldi. U turib tursin, u to'g'risi kirmay bu yomon boshqa bir nima bu. Trump hozir davlatning ichki qismidagi ishlarni kuchaytirishdan yo'lga chiqib qoldi hozir. Ammo tashqi siyosatda faqat Avstraliyaninki bilan o'rta sharq munosabatlarini bir taraf qilish, Xitoyning Tayvan tahdidini bir taraf qilish va Ukraina urushini bir taraf qilishdan iborat mana shu 3 ish Trumpningki mengsini yeb ketyapti hozir. Uningdan sirt yuqori nuqtadan chiqib turib, insoniyatningki kelgusini o'ylaydigan bir ulug'vor va uzun muddatlik bir planni qilish hozircha Trumpningki nimasidagi bu nimaligida aldirashligida qo'lga to'liq ilinmadi. Ammo bu qo'lga ilinmasa, bugun ilinmasa bir gün Amerika ziyan tortadi. Bir gün buni sal qilsa, Amerika buning uchun necha yillik ziyonni his qiliqliq. Mush nuqta ilib aytgan vaqtda Amerikaninki Xitoyga bo'lgan embargolari, jazolashlari va uni kontrol qilish ahvollari meningcha kelgusida ma'lum ilgirlashlarga erishish mumkin. Garchi men u qadar umidvor bo'lmasammi, ammo Amerikaliklar bu jihatda yechaga qachanmaydigan, o'zini aldayanmaydigan, o'ziga boshqalarga emas, hatto o'ziga yolg'on so'zlayolmaydigan, nihoyat ichinishliq, nomusli bir ahvol qolib qoldi Amerikaliklar hozir. Xitoyning oldida. Xitoy Amerikani tasqilotda topda tepib o'ynaydi hozir. Endi Amerikaninki necha yuz yillik bir büyük bir davlatlik
bir an'anasidan kelgan bir g'urur Amerikalikni uyg'otyotidi. Yaxshi bir yeri dunyo uyg'onyotidi. Dunyo Xitoyning tahdidiga uyg'onyotidi. Ham kelgusidagi mushu sun'iy aqlninki insoniyatga qandoq tahdidlar kelayotganligiga uyg'onyotidi. Ammo korporatninki liderlari ilham insoniyatni kontrol qilishningki ham xiyollarni suryotidi. Elon Musk'ninki ham xiyoli bor, Microsoft'ninki ilgari CEO'sining ham xiyollarim bor, Sam Altmanning ham xiyollarim bor, Jeff Bezos'ning ham xiyollarim bor. Insoniyat hozir xuddi bir o'ynag'ildigan bir laqochaq o'xshab qoladi hozir bizning qo'lida hozir. Bu qo'rqinchli ahvol bu. Gapimni chiqsam, insoniyatning oxirisi mana shu Amerika bilan Xitoy o'tirishga mana shu oldimizda texniki keskinlashish mumkinchiligi bor bo'lgan, bu to'qinishga bog'liq bo'lgan. Hamda Sharq Turkistonliklarning taqdiri bu dal mana shu to'qinishning ichida o'zininki kelgusidagi yo'nalishini topadi deyman. Meningcha bizning ishimiz har vaqt bu ikki davlat o'tirishga, albatta u yerda Rossiya ham bor, yana boshqalarim bor. Asosiy ikki davlat o'tirishga munosabatninki kelgusidagi taraqqiyot bilan zich bog'langan deb qarayman. So'zim tugadi. Rahmat. Pek yaxshi tahlil qilib berdingiz. Haqiqatan dunyoga kelayotgan xiristlar odamni cho'chitadi ekan. Ammo biz agar umidvor bo'lsak, agar Amerika Xitoyning oldida eng oddiysi o'zini qo'g'dash uchun bo'lsinmi, meydisini kirib chiqa olsa, bizga hamon fursat bo'ladi. Bizning qinimizda, genimizda davlatchilik bor, mustaqillik irodamiz bor. Biz mush aqidamizni yo'qotib qo'ymasak, bizga hamon fursat keldi deb turishimiz kerak. Hargizmi biz demokratiyani bilmaydi ekanmiz. Uni qilmay turib, buni qilmay turib, sirkin hukumatni qurib olgan bilan hech ish oqmaydi deb quruq gap qilgandan ko'ra, hukumatni qurdik. Biz xalq uchun, biz mustaqillik uchun bu bizningki olgan oldingi qadamimiz albatta. Biz kelgusida qurmoqchi bo'lgan davlatimiz albatta demokratik davlat bo'ldi. Albatta xalqning irodasi aks etgan davlat bo'ldi. Buningga gap ketmaydi. Bugungi mush ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Hammanglarningki mush vaqt xayrli bo'lsin. Sizga Allohga emanet. Hammanglarga Allohga emanet. Xayr xo'sh. Gidib deyman. Sog'liq yo'qolib ketdimi?